Yashil makon nomiga emas, o'zimizni hayotimizni, o'zimizni nafas olishimiz, o'pkamizni tozaligi uchun qilsak, o'zimiz uchun kerak-ku, bu jamiyatimizga kerak, sog'lig'imizga kerak. Kerak bo'lsa g'ururimizga kerak, iftixorimizga kerak. Yashil makon millatimizga, mamlakatimizga, ertangi kunimizga kerak bu. Amin. Shu kuzgi mavsum ko'kalarimizni o'zlashtirish boshlanayotgan ekan, hammamizning ishimizni, omadimizni berib, mana shu ekkan daraxtlarimiz hamisha ko'karib, yurtimizda gullab yashnab, hammamizning ishimizning rivojini bersin Alloh. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiya universiteti Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida universitetimizga ajratilgan